Hammaga assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan Cobalt avtomashinasini tablosi haqida biroz gaplashamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bizni hamma biladi, speedometrni ko'rsatyapti. Bu yerda P, ya'ni parkovkada turibdi avtomashina. Agar neytralkaga bo'lsa neytralka, drive'da turgan bo'lsa drive'ni ko'rsatadi. Pastda mana odometr, ya'ni necha kilometr umumiy yurganimiz. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin 48.8. Bu mani oxirgi yurgan o'rtacha tezligimni ko'rsatyapti. Keyin buni ko'rsatkichni o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana bu rechagni yuqoriga yoki pastga buraymiz. Mana bu yerda 151 kilometr ko'rsatyapti mana. Bu mana bu znachokdan bilsak ham bo'ladi. Xuddi shu rasxod bilan hozir men 151 kilometr yurib bera olaman deyapti avtomashina. Mana yana bir marta o'zgartiradigan bo'lsak, mana 7,5. Bu уже mani rasxodimni ko'rsatyapti. Ya'ni 100 kilometrga xuddi shu nagruzkada, xuddi shu tezlikda yuradigan bo'lsam, 7,5 litr rasxod qilyapti. Mana yana bir marta o'zgartiradigan bo'lsak, mana xuddi shu knopkasidan ko'rishingiz mumkin. 49 gradus Selsiy bu dvigatelning temperaturasi. Bu zavodskoy avtomashinada bo'lmaydi do'stlar. Buni qo'shimcha men o'zim proshivka qildirib chiqartirganman. Xullas davom etamiz. Yana bir marta buraydigan bo'lsak do'stlar, mana 12.6 ko'rsatyapti mana. Tepada soat rasmi. Ya'ni bu mana oxirgi avtomashina 0 qilganimdan keyin 12 soat 6 minut harakatlanyapti. Ya'ni dvigatel o't olib turibdi. Hammaga rahmat do'stlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang.